Qani o'ylab restoranlarda bunaqa narx qo'yishadi? Men tushunmadim. Nima? 300 mingga bitta kvartira, restoda kishi boshiga 120 mingdan ovqatlansa bo'ladi. Tomila joyidami? Restoda kishi boshiga 100 dollardan tushadi kamida deb o'ylasanglar adashasizlar. Resto 120 mingdan zo'r obedlarni yo'lga qo'yishibdi. Hozir yeb ko'ramiz va fikrimni oxirida bilib olasizlar. Humus, choban salati, chechevichni sup va urfa kirarkan. Supga keladigan bo'lsak, menga yoqdi chechevichni sup, lekin yoniga ozgina suxarik qo'shgan bo'lardim. Salat, choban gap bo'lishi mumkin emas, humusga gap bo'lishi mumkin emas, lekin urfa endi men bilasizlar qo'y go'sht yeyman, ozgina charvini mazasi kelyapti. Ezma kirarkan, tulum salat kirarkan, ezogelin sho'rvasi kirarkan va tovuq iskandar kirarkan. Fikrimga keladigan bo'lsak, ezma juda ham yaxshi, tulum salat zapravkasi juda ham yaxshi. Menga ezogelinni achchig'ligi sal kamlik qildi, lekin tovuq iskandar bomba. Haydari kirarkan, borsh kirarkan, grechеский salat kirarkan va eng asosiysi kuriy kebab sirmagan. Borshdan boshlayman chunki menga borsh juda ham yoqdi, mazasi chotki. Salat grechеский, zapravka вообще chotki. Agar shu tovuq kebabni lavashga o'rab panga o'xshab yesanglar, mazza qilib olasizlar. Baqlajonli salat, tandir sho'rva va tovuq qanotlaridan iborat ekan. To'g'risini aytaman, tandir sho'rvani men tushunmadim, lekin qolgan narsalarni mazza qilib urib oldim. Choban salat ekan, tovuq sho'rva, lapshali va adana kebab bor ekan. Tak, fikrimga keladigan bo'lsa, kurinniy sup с лапшой, tovuq sho'rvasi juda ham kam, bilasizlar, mana uyda buvijonlarimiz qiladigan sup ekan. Chobanni boya aytganimdek gap bo'lishi mumkin emas. Adanada xuddi shu ozgina charvini hidi bor. Premium atmosferada o'rtoqlar bilan mazza qilib o'tirish qimmat deb o'ylasanglar, resto bu narsaga chek qo'yyapti. Bu qimmat emas. 120 ming obed uchun, bunaqa obed uchun menimcha juda ham yaxshi. Gap qilsanglar bo'ladi, kunduzi tug'ilgan kunlarni urib olsanglar bo'ladi. Atmosfera haqiqatan premium deb. Endi obedga keladigan bo'lsak, hamma narsani portsiyasicha bitta odam mazza qilib to'yadigan darajada qilish kerak ekan. Ani ko'p emas, kam emas. Nima deb o'ylaysizlar? 120 ming obed uchun bu qimmatmi, arzonmi? O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib beringlar. Agar shunaqa obzorlarim qiziq bo'lsa, keyingi safar qayerga borishimni yozib qoldiringlar. Like, repost, podpiska esdan chiqmasin. Masalan, yaxshi ko'raman. Bundan tashqari arzimagan 300 mingga ovqatlanib bitta kvartira yutib olish imkoniyatingiz bor ekan. Shartlari juda ham oson ekan. Kelasizlar, kamida 300 minglik ovqat yeysizlar, sizlarga voucher berishadi, registratsiyadan o'tasizlar va bir boshli kvartirani yutib olishingiz mumkin ekan.